Endi qizil ko'rsatganini bir hazillashib ketdi menimcha Fabio. Gapirib ketdi bir. Joyida qistirib ketdi. Shuning uchun kulishyapti. Aripov, shifokor. Demak, penaltilar seriyasi do'stlar. Tarimiy bilan Eldor. Nima bo'ldi? Yana 0-0 o'ynab qo'ydik degandek, ikkita hujumchi bir-biriga fikr tashlashdi. Qiziq jarayon. Bunga juda bunaqa bir qattiq urg'u bermasligimiz kerak. Bo'ldi, turnir tugadi. Shunchaki o'rtoqlik turnirini g'olibi ma'lum bo'ladi, lekin biz uchun foydali tomonlari tugadi. Biz uchun foydali tomoni bu Cannavaro jalb etgan mana shu tarkibni test qilish. Ikkita kuchli raqib bilan test qilib oldik. O'ylaymanki, yomon o'ynamadik. Birinchi o'yinda dahshat o'ynadik, zo'r o'ynadik. Ikkinchi uchrashuvda ma'lum bir daqiqalarda ustunlikka erishdik, gol ura olmadik. Va keyin qizil kartochkadan so'ng balans o'zgarib ketdi o'yinda. U yog'iga endi faqatgina darvoza daxlsizligi uchun o'ynaldi. Mana endi bu seriya Eron bilan O'zbekiston kuchini belgilab bermaydi. Kim yutsa ham, yutqazsa ham u bundan ustun degan fikr bo'lmaydi. Hech kimda kelishib olamiz eronlik hamkasblarimiz bilan. Va birinchi bo'lib Eron zarbani ijro etdi. Shuning uchun hech kim haligi bir o'ta konsentratsiya bilan kelayotgani yo'q. Eronliklar ham kulishyapti, biznikilar ham normal kayfiyatda. To'g'ri, endi shuncha o'ynab yutgisi keladi futbolchilar baribir. Referi ham ancha pozitiv ekan. Abduvohidning ham yuzida tabassum. Endi baribir darvozabonga ko'p narsa bog'liq. Xo'p, omad. Abduvohid omad. Jamoa O'zbekiston ishtirokidagi penaltilarni odatda bir hayiqib ko'ramiz, chunki bizga penaltilar har doim ham omad keltirmaydi. Yutqizgan holatlarimiz ko'proq. Endi bu safar hech qanday hayajonsiz ko'ramiz. Shu tomoni yaxshi. Nima masala bu yerda? Nega tepmayapti? Nimani kutyapmiz? Bo'l 90 daqiqa. Hujumkor futbol kutdik jamoalardan, lekin ular taktik futbol namoyish etishdi. Mana endi penaltilar aktiv jarayoni. Abduvohid ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Nuravkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi. Topgandek edi-yu, salgina, ozgina yetib bormadi, ozgina. Kuchli tepdi hamda Nuravkan. Mana, ozgina santimetrlar yetmadi. Bizdan Eldor Shomurodov boshlab beradi. Eronga qarshi avvalgi o'sha kaffadagi turnirda penaltidan foydalana olmagandi. Lekin undan keyin Turkiya chempionat to'purariga aylandi. Hozir zo'r formada. Turkiyaning ayni vaqtdagi eng yaxshi hujumchisi bo'lib turibdi, agar fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsak. Shu yerda ham mana hozir hal qilish kerak. Beyranvandga qarshi. Eldor zarba! 1-1! Ishonchli, xotirjam va ayyorona zarba. Eldor ortiqcha emotsiyasiz. Nega? Chunki u jamoaga ko'rsatish kerak. Hammasi normal ketyapti. Nazorat ostida. Abduvohidning navbati ishga kirishga va Eron tomonidan Muhammad G'orbani
Darvoqe Al-Vaqtida o'ynaydi, Birlashgan Arab Amirliklarida. Orbani Ne'matov. Hop. Tomosha qilamiz. Orbani. Zarba markazga tepdi. Abduvohid esa boyagidek nariga, ya'ni o'zidan chap tomonga sakradi. Sakrab bo'lgan edi hamki ko'rdi markazga to'p kelayotgan. Lekin kech edi. Xo'p, Jamshid Iskandarov bu standartlar ijrochisi. Odatda shu klubda terma jamoada maydonga tushganda ham standartlarni ijro etadi. Menimcha u ham ishonchli tepa olishi kerak. Chalg'ityapti Bayranvand. Qarama unga Jamshid. Ruxsat berildi. Zarba. Iskandarov ham markazga tepdi. U ham markazga tepdi. Gorbaniga o'xshab va qizig'i Bayranvand ham sakradi o'sha tomonga, lekin oyog'i qolib ketdi. Shu oyog'i bilan qaytadi. Mana sakrab bo'ldi hamki oyoq endi mayli hozir. Hamma narsa Abduvohidga bog'liq. Hali imkoniyatlar bor. Ne'matovda Mahdi. Abduvohid qutqarasan. Qutqaradigan joyi. Va yaxshi Ne'matov qutqarasan dedik, qutqardi. Bunday gapga kiradigan yigit. Qiyin vaziyatda sahnaga chiqdim. Juda ham zo'r. Pastki burchakdan olib chiqdi. Abdulla Abdullayev, himoyachi. Shu boy qizilli epizodda qatnashdi-yu, bu unutilishi kerak. Mana hozir yaxshi tepib bersa bo'ldi, unutamiz. Ruxsat bor. Abdullayev juda ham ishonch bilan tepyapti, pastki burchakka yumalatib. Taxminan Eldorga o'xsha, faqat bu tarafga. Nariga burchakka, pastki burchakka. Bayranvand chalg'itishga maksimum harakat qilyapti har gal. Shunga qaramasdan turib tepdi. Eronning navbati. Hisob tenglashdi. To'p oldida Majid Husayn. Bu ham Turkiyada o'ynaydi, Kayserisporda. Ne'matov ham tikka qarayapti ko'ziga. Ruhan u ham bosim qilmoqchi Majidga. Mana yana bittami? Yana bitta bo'ldi. Zarba yo'q. Bu safar topa olmadi Ne'matov. Eron bilan shuncha hayajonli o'yinlarni boshdan kechirib yetmaganiga yana penalti tepishyapmiz bular bilan. Bir video ko'rdim, eronlik jurnalistlar yana O'zbekistonmi deyotgan. Rustam Ashurmatov. Bu ham Eron chempionatida o'ynaydi, yaqindan boshlab. Istiqlol. Yaxshigina pushkasi bor Rustamning ham.
Ana Ashurmatovning zarbasi kuchli tepdi. Beyranvand yetib bora olmadi bu to'pga. Teng ketyapmiz. O'zaro o'yinlarimiz qanday o'tsa, penaltilar ham shunday o'tyapti. Sinxron xatolar, sinxron aniq zarbalar hammasi tengma-teng. 3-3 va oxirgi zarbalar bu yo'q. Bo'ldi. Ana endi kulminatsiyaga yetib keldik. Erondan oxirgi zarba ijrochisi 5-raqamdagi Millat Muhammadi. Tajribali 32 yoshda himoyachi, chap qanotda o'ynadi. Chapaqay. Mabodoga ma'lumot o'rnida. Xo'p, Abduvohid Ne'matov hozir qahramonga aylanishi mumkin. Va aylandi. Qoyil rahmat Abduvohid. Ey. Shaxsan beraman deyapti to'pni. Kim tepadi bizda oxirgi zarbani? Ana o'shanga beradi to'pni hozir Abduvohid. Super save deb qo'yaylik, o'yinda kamroq shunaqa vaziyatlar kam bo'ldi. Akmal Mazgavoy, Birlashgan Arab Amirliklari chempionati vakili, Birlashgan Arab Amirliklarida bizga hal qiluvchi zarba bilan g'alaba keltirishi mumkin. Kayfiyati yaxshi, o'ziga ishonyapti. Beyranvand chalg'itishga qancha harakat qilmasin, Akmal sovuqqon futbolchi. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar seriyasida, lekin o'sha qizil bilan yanada bu g'alaba yoqimli bo'layapti bizga. Zo'r tepdi. Akmal Mazgavoy chiroyli nuqta qo'yib berdi. Bu o'rtoqlik turniri, lekin mayli bu ham bir yutuq. Eron ustidan erishilgan har qanday g'alabamiz yutuq. Va mana milliy jamoa futbolchilari, shtab a'zolari hamma birgalikda g'alabani nishonlamoqda. Abduvohid albatta, Abduvohid Ne'matov. Uning muhim pallada sahnaga chiqishi Fabio Cannavaroga bir kichik boshlanishiga kubok olib kelmoqda. Al Ayn kubogi. Tabriklaymiz g'alaba bilan. Eronga har doimgidek respekt, yaxshi o'yin uchun biz hurmat qilamiz. Azaliy raqib bo'lishiga qaramasdan bu jamoa baribir Osiyoning bizga yaqin bo'lgan mamlakatlaridan. Shukrullo Ashirov, Sarvar Tajiyev, shtab a'zolari, doimiy terma jamoa administratorlar Jamoliddin Salihov, Davron Ahmedov, kim yana bu yerda kadrda? Ko'rganimiz, ulgurganimizcha tanishtirdik. Endi butun shtab mana jamoa menejeri Shohruz Hajjayev, Fabio Cannavaro, tabriklar. Yaxshi, bu turnirda O'zbekiston menimcha yorqin o'yin ko'rsatdi. To'g'ri, endi Eron bilan taktik futbol, lekin Eron bilan boshqacha. O'zi reportaj davomida aytdim-ku, Misr bizga qulayroq, chunki Misr hujumkor o'ynaydi. Bizga shunaqa qarama-qarshi hujumkor futbolga qarshi o'ynash qulayroq. Abduqodir ham chiqib keldi. Shu turnirda xulosa qilib endi jahon chempionatida iloji boricha bunday follar ishlatmasligimiz kerak.